qisman bugungi mavzuyimiz muqaddas ayol. Chunki vatanni onaga singligi olib qo'yayotgan sababi vatanimizdan xuddi bir ona sifatida yoki singlimiz yo o'xshamizga o'xshab qadrlashimiz kerak demoqchi bo'lyapti. Shu biz onamizga nozik xilqat shubhasiz ona zamin o'quvchilarim, bolajonlarim, avvalambor aziz mard, qadrli qizlar ma'rifatida barcha ayollarimizni, opa-singillarimizni siz aziz o'quvchilarimni tabriklayman. jonim opam yorimdasiz yo singlimsiz ayol aziz muqaddas ayol. Aziz mehribonim, mening onajon, dunyoda eng qadrli ulug' inson, sizni tabriklayman, baxtlar tilayman, dunyodagi ezgulikni sizga atayman. Yetkazsangiz bizni g'oyaga asrab avaylab, shodlikda ulg'aydik doimo kulib o'ynab. Onajonim mehribonim, ayomingiz muborak, sizga bo'lsin dunyodagi jamiki ezguliklar. Ovozim tinglangan yetti mahalla, ovozim boricha aytay baralar, oyijon sizni yaxshi ko'raman. Yilga 8 mart barcha xotin-qizlar, ayollarimiz va o'quvchilarimizni, ayol do'stlarimizni tabriklayman. In this time we're celebrating the Mother's Day, and now we're going to thank all of them who made Mother the girl Поздравляю всех учениц, матерей и учителей с 88-м марта. Aziz muqaddasdir olam ichra olamdir siz onam qizi